Chunki bizni maktab emas, molxona deydi. Veb-sayt qilishni o'rganamiz hali va o'quv dasturida hamma o'zini maktabiga sayt qiladi. Oldingi gruppaga shunaqa deb aytsam, bitta o'quvchi aytayapti, ustoz, men maktabimizga veb-sayt qilish xohlamayman. Chunki bizni maktab emas, molxona deydi. Bunaqa deyishiga sabablar ko'p. Sababchilar ko'p, aybdorlar ko'p. Bitta bu o'quvchini aybi emas bu. Tushunyapsizlar? Bu yerda sabablar ko'p, o'zi katta mavzuni haqida gapiradigan bo'lsam. Maktabiga mehr beradigan davlatlar qanaqa bo'lishini mana hozir videosini ko'rsataman sizlarga. Boshlang'ich sinf o'quvchilari kichkinagina maktabini o'zlari tozaladi. Farrosh bo'lmaydi bularda. Tushundinglar? O'zlari tozalaydi. Ha ustoz, ular boshlang'ich sinf o'quvchisida ho'yt desa tozalaveradi deydigan bo'lsalaring, mana katta sinf o'quvchilari ham maktabini tozalaydi bular. Hattoki o'sha hovlisi-yu hojatxonalarigacha tozalaydi bular. Maktabiga juda mehr beradi. Butun jamiyat shunaqa. Shuning uchun bilasizlar, Yaponiya dunyodagi eng ilg'or davlat. Rivojlangan, taraqqiy etgan texnika, texnologiya birinchi yaponlarda, undan keyin boshqalarga tarqaladi. Aytgan, yaxshilab eslab qolinglar. Maktab inson qurgan binolarda ichida eng ulug'idir degan.